Endilikda ZAGSdan o'tayotganingizda medosmotrdan o'tganligingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomani ZAGS organlariga taqdim qilishingiz shart emas. Bu degani siz medosmotrdan o'tmaysiz degani emas. Siz belgilangan tartibda tibbiy ko'rikdan o'tasiz, ammo mana shu tibbiy ko'rikdan o'tganligingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomani qog'oz shaklda ZAGSga taqdim qilishingiz shart bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmoniga asosan 2025-yil 1-dekabrdan boshlab O'zbekistonda idoralararo axborot almashinuv tizimi joriy qilinmoqda va unga ko'ra yuqorida aytganimizdagi shu qog'oz ma'lumotnomani talab qilish yoki bo'lmasam ajrashganlik to'g'risidagi shu ma'lumotnomani yana qog'oz shaklda ZAGS organlari so'rashi yoki bo'lmasam sizni shu texosmotrdan o'tganligingizda sizni yashash manzilingizni o'sha texosmotrda ko'rsatish talablari ham bekor bo'lyapti. Bu videoni uylanmoqchi bo'lgan, yangi avtotransport vositasini sotib olmoqchi bo'lgan qarindoshingizga, tanishingizga yuborib qo'yishingiz mumkin. O'zingizni fikrlaringiz bilan izohlarda bo'lishing va like bosib qo'yishni unutmang. Sog' salomat bo'ling.